Qanday qilib Alloh shaytonni ayolini yaratgan? Jinlar qanday ko'payadi va ularning bolalari kimlar? Shaytonning bolalarining ismi nima? Assalomu alaykum. Hikoyachi bobo kanalidasiz. Savol: men yaqinda bir kitobni o'qidim. U yerda yozilishicha shaytonning ayoli bor emish va ularning farzandlari ham mavjud bo'lib, farzandining insonlar yo'ldan adashtirish uchun belgilangan vazifasi bor ekan. Bu haqiqatmi? Bizga shu haqida so'zlab bera olasizmi? Keling, men sizlarga bu haqidagi olimlarning fikrlarini so'zlab beraman. Siz esa o'z navbatida o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Avvalo, shayton nima uchun insonlarni to'g'ri yo'ldan adashtirish sababini bila olaylik. Arof surasida Alloh taolo musulmonlarning to'g'ri yo'ldan qaytarishga ont ichgan iblis ularga qanday to'siqlar qo'yishini ma'lum qiladi. Men Tangrining marhamatidan forig' bo'lganim uchun insonlarni shariatda ko'zda tutilgan yo'ldan qaytarish uchun bor kuchimni ishga solaman, hamda odam otaning bolalari men tomondan buziladilar. Buning uchun men ularga o'ng tomondan yaqinlashaman, chap tomondan yaqinlashaman va ro'parasiga turaman yoki orqa tarafida paydo bo'laman. Sen bilan kifoyalanganlarning, senga rahmat aytganlarning ko'pini topolmaysan. Bu haqida olimlar quyidagilarni aytadilar. Bu yerda nopok shayton to'g'rilarning oldiga turaman deganda oddiy odamlar ongiga, qalbiga qiyomat kungidagi voqealar haqida ishonchsizlik hamda yolg'on xayollar solishni nazarda tutgan. Odamlarning orqa tomonda paydo bo'laman deganda insonlarning oxirati haqidagi fikrlardan qaytarib, dunyoning jozibadorligini qitiradi. O'ng tarafidan kelganda odamlarning ezgu ishlarini har tomonda olqishlaydi toki odamlar ro'yo sodir etib Allohning barcha mukofotidan judo bo'ladilar. Va nihoyat chap tarafdan kelganida insonlarni qanchalik totli ekanligini uqtirib, gunoh ishlar qilishga chorlaydi. Endi keling, shaytonning ayoli va ularning farzandi haqida bilib olamiz. Olimlarning kitoblarida, ya'ni Tasvir tahsil bayon kitobida iblisning qavmi yoki iblisning bolalari haqida aytib o'tilgan. Bu nimani anglatishini o'rganishga ko'ramiz. Alloh taolo iblisni o'z marhamatidan ayirgandan so'ng iblisning chap tarafidan uning Avana ismli ayolni yaratgan. Shundan beri uning ko'plab farzandlari tug'ilgan. Iblisning avlodlarini aynan shuning uchun ham iblisning ko'p hollarida Abul Mura deb atashadi. Keyingi avlodining ismi Lafis edi. Asosiy vazifasi insonlarning tahorat qilishdan qaytarish bo'lgan. Iblisning yana bir o'g'li Lahan insonlarning namozdan chalg'itish kerak bo'lgan. Keyin Asvoh bo'lgan. Asvoh insonlar yolg'onga ko'milib uchun barcha ishni qilgan. Yana bir avlodi insonlarning buzuqchilikka chaqirgan. Uning ismi Vagur. Keyingi avlodi Vudhash. U olimlar va ulamolar orasida nizo, janjallar chiqargan. Ati ibn Asadi, Alloh undan rozi bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: haqiqatdan ham jahl shaytondandir. Shayton esa olovdan yaratilgan. Olovni esa suv bilan o'chirsa bo'ladi. Shuning uchun agar sizlarni biringizni jahlingiz chiqsa, Imon Buxoriy, Imon Dovud, Imon Ahmad. Aytingchi, qay biringiz jahl vaqtida tahorat qilgansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Chunki bizga kanalimiz tomoshabinlariga bu haqida bilish qiziqarli bo'ladi. Iblisning yana bir o'g'li Dassom insonlarning biron ish qilish avvalida bismillohni aytmaslikka, u muqaddas kalomni aytmay dasturxonga o'tirganlar bilan birga o'tiradi va ular bilan birga taomlanadi, ularga mehnat qiladi. Shuning uchun ham doimo ovqatlanishga o'tirganda yoki biron ishni boshlayotganda bismilloh deyishni unutmang. Bu so'z omi bilan degan ma'noni bildiradi. Bu bilan siz shaytondan xalos bo'lib qilgan ishingizdan baraka olasiz, inshaalloh. Jobir radhiyallohu anhu hadisda keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedi: haqiqatda ham shayton nimaiki qilmasin, har biringizni yoningizga mavjud. U sizni hattoki ovqatlanish vaqtida ham tark etmaydi. Birontangiz taomingizni bir bo'lak yuborsangiz, darhol unga yopishgan narsani olib tashlab yeng, shaytonga qoldirmang. Ovqatlanib bo'lgach barmoqlaringizni yalab qo'ying. Chunki haqiqatdan ham hech kim qaysi bir bo'lagida yaxshilik berkitilganini bilmaydi. Imon Muslim yetkazgan. Hinzab ismli shayton haqida ham hadis mavjud. Abu Alining so'zlaridan keltiradilar. Kunlardan bir kun Usmon ibn Albu Azra anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoniga kelib shunday deydi: ey Allohning elchisi, haqiqatdan ham shayton meni ibodat
Qur'on o'qishimga, mening ishlarimga aralashmoqda. U meni adashtirmoqda. Bunga javoban payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deydilar: bu Hinzob ismli shayton. Agar sen uni yoningdagiligini his qilsang, Allohdan panoh so'ra. 3 marta o'zingdan chap tarafga tufur. Usmon dedilar: shunday qildim va Alloh shaytonni mendan yo'qotdi. Imom Muslim yetkazdilar. 2203-hadis. Ibn Abbosdan keltiradilar. Allohning Rasuli sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh taoloning ikkita mukofoti bor. Buni ko'pgina insonlar nohaq baholashadi. Sog'liq va bo'sh vaqtdir. Imom al-Buxoriy yetkazdilar. Hurmatli tomoshabinlar, Alloh barchamizni iblisning ishlaridan o'z panohidan asrasinlar va to'g'ri yo'lga boshlasin. Amin. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, videolarni ko'proq qo'yishimiz uchun like bosib, izoh qoldirishni unutmang. Barchamizni Alloh o'z panohida asrasin. Ko'rishguncha xayr.